Xo'p, biz kichkinagina fermasamizdan boshlanishi 16 ta quyonchamizni doyada katta quyonni berib yubordik. Xo'p, 16 ta mayda quyon hisobimizdagi shu boshlaganimizdan beda berdik. Kecha o'rib qo'ygan, ozroq so'litib beryapmiz, qo'l beda. Hozir bermay turasizlar deganiga. So'litib beryapmiz. Bu yerda 16 ta quyonimiz bor. Hisobimizda 2 ta tovuqimiz bor. Makiyoni tug'adi. Hozir bir juft papuga olganmiz. Olgan ketaman. Uni ham video qilaman va shu videoga iloji boricha qo'shib qilaman. Hozir papugalarni olganman, ularga chatoylarni tayyorlab bo'ldik. Kecha mana shu quyonlarni vitamin bo'lar ekan, shu vitaminlarni olgani zo'n magazinga bordim. Jiyanim vaqtga qarshi yonimda edi. U yerda papugalar ko'rib qolib, papuga ham qo'shaylik. Tog'a operasiyami yo'qmi? Turib oldi, deb olamiz deb pulni berib kelganmiz. Chatoyga sabab ketamiz. Ya'ni chatoylarni yasadik, tayyor qilib olib, uni ham videoni oxirida ko'rasiz, xudo xohlasa. Qushlarimizni ham olib kelib oldik. Joylarimizni joyiga qo'yib. Assalomu alaykum. Mana suv ishlar ildik. Qonuni soldik, gnizdosini bu yoqqa ildik, joylashtirdik. Endi tavr suvning yoqqa joylashtirishga qo'lab qo'ydik. Shu joyida yangi uyasi. Endi buni galanimizdan olib chiqdik, galanishdan chiqdi. Endi ular uzoq degan 10-15 kun tartishib olish kerak. 30 ta 40 ta qushlikdan tanlab ishlar